Voy tog'li kuyovga o'xshamay qoling, Hikmatullo. Aka, ashi bosgandan Trentdagi nonam ma'lumot emas. Siz ham istayotdingiz, ayniqsa do'konchilar juda ham qaymoqli nonni qayerda ekan manzili deb istashyapti. Bugun men sizga aynan do'konchilar uchun emas, umumiy odamlarimiz uchun qaymoqlik, undan tashqari sariyog'li tez kunlarda do'ltali nonni manzilini topib qo'ydim. Juda ham shirin. Uni ustiga 5000 so'mdan. Nima deysiz? 5000 ligiga men juda ham besh ketdim. Andijonda iz bosganida Komsomolga yetmasdan Atlas fabrikani oldida aka-uka Mamajonovlar sport kompleksidan o'tgandan keyin yeyishni ko'ryapsizmi? Maza qilib o'ryapti. Marojnalari ham aynan bir joyda ekan. Do'konchilarda, undan tashqari to'y marosimlarga hammani taklif qilamiz. Dastavkalari ichida, yo'lda bo'yida joylashgan. Qiynalmaysiz. Shunday kelasiz, Hikmatullohga o'xshab mana maza qilib shu yerlarda o'tirib yeyishingiz ham, olib ketishingiz ham mumkin. Haqiqatan mazza ekan lekin. Do'ltali, sariyog'li, qaymoqli nonlarda iz bosganda eng birinchi olib kirgan bolalar aynan bu do'stlarimiz bo'ladi. Qaydan olishda adashib qolmang, manzilda lokatsiyani Telegram kanalimizda jo'natib ketamiz. Pastda nomerlarni qoldirib ketamiz. Hammani kutib qolamiz.